Mana biz hozir Qarshi yo'li Kattaqo'rg'on trassasiga ulashadigan Xancharbog' mahallasidan o'tuvchi yo'ldamiz. Bu endi kimga foyda bo'lgan, kimga ziyon bo'lgan, bu yerdagi 3 ta to'siqni biz nimalardan olgan edik. Tuman hokimligidan, nazorat inspeksiyasi demagan xodimlarning ruxsati bilan 3 ta to'siq qo'ygan edik bu yerga. O to'siqlarni hozir kecha kimnidir topshirig'i bilan olib tashlabdi. Yana shu ahvol mana ertalabdan. Bu yerdan pastda bir maktabimizning yarim o'quvchisi bir agar 500 ta bola o'qisa 250 ta bola mana shu tomondan o'tadi. Bu yerda mana hozir kamerani qo'ygan joyi ham umuman chappa tomonga qo'yib ketgan, mahallaga qo'yilayotgan kamera ham. Bularni mana haydashini ko'ring, mana haydash. Mana ahvol. Bunga bizlarga kim bu yechimimizni yechib beradi? Har yiliga mana shu Qayrag'och qishlog'idan 3 ta 4 ta bolani odamni urib ketadi. Mashinalar biri qochib ketadi, qishloq odamlari uni izlab orqasidan quvib borib topib keladi. Yana kimdir biri hattoki bir yosh bolani o'limiga ham sababchi bo'ldi mana shu yerdagi to'siqlarning yo'qligi. Hech kimga bir ziyoni yo'q edi o to'siqlarda. Ruxsatnomamiz bor edi qo'limizda mana ahvol. Mana. Bu nima bu? Mana. Buni kim yechib beradi bizga? Faqat o'lim bo'lgandan keyin yoki bir falokat bo'lgandan keyin keladi-da, mana yerga to'siq qo'yish kerak edi, bekor oldiribsizlar, o'yidi, bo'yidi deb ketadi. Agar viloyatga chiqish kerak bo'lsa, viloyatga chiqsin xalqimiz yoki bo'lmasamga borib turib bir respublikaga xabar beriladimi? Bilmadim endi. Mana shu yerda 3 ta to'siqqa biz ruxsat olgandik. Kecha oldirib tashlab ketdi. Bugun bittasi keladi, qo'yinglar deydi. Bitta rahbar ertaga ikkinchisi keladi, olib tashanglar deydi. Qishlog'imiz nimasi kimga dardini aytish kerak? Bu tomonda faqat yosh oilalar yashaydi. Ertaga hozir 250-300 ta qatnayotgan bo'lsa, ertaga 500 talab qatnaydi. Mana shuni bizlarga yechib berishlaringizni iltimos qilamiz. Hozir hech qanday rahbariyatni topib bo'lish imkoni bo'lmaganligi sababli ana shu YouTube kanali orqali sizlarga murojaat qilyapmiz. Men Omonov Baxtiyor Qosimovich bo'laman. Hozirgi kunda Pazarg'om tumani Qayrag'och qishlog'i da yashayman. Men ham 2 ta nevaram maktabga boradi. Men shuni oldini olish maqsadida mana sizlarga murojaat qilyapman.